Devam örmekte. Bugün çıtlağı 2023 yıl 3. ayının 4. günü heptiki şembe vatandaş. Endiki devamı makalının yakınlık siyanın ikinci signal. Birinci signalını görüp bulduk. Endi ikinci signal. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar katibi Antony Blinken Tayvan masalasi bo'yicha yangi ifoda bildirishdi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken Amerika G'arbiy Tinch okeani jurnalining faoliyatiga qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Biz bu to'g'risida so'zlagan. Meyad yana kelyapti juma. Bütün yer şarı Tayvan bo'g'zi vaziyatidan shuning uchun ansiraydiki, çünkü Tayvan meselesi Jungo'nun ichki ishi emas. Balki Tayvan meselesi dunyoga munosabatlik masaladir. Üzüvet gap, ne vatandaş? Tayvan meselesi Amerika Jungo munosabatida muhim masaladir deb ko'rsatdi xabar yozuvchi. Amerika uzundan beri Tayvan meselesiga duch kelganda aylanib o'tib, mujmal pozitsiya tutib keldi. Endi bugun kuni kelganda Amerika tonib yetdiki, Jungoga taqabul turishni yolg'iz iqtisod va pul muomala degan narsalarga tayansa bo'lmaydi ekan. Tayvan meselesiga bevosita chaqilish, ya'ni Jungo Kompartiyasining jarohatiga chaqilish deganlik bo'ladi. Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning yuqorqi bayonlari Amerikaning o'tmishdagi mujmal qarash, ya'ni Tayvan to'g'risida mujmal ifoda bildirish odatlarini bosib tashlab, Jungo Kompartiyasining Jungo prinsipini e'tirof qilmaydiganligi to'g'risida berilgan ogohlantirishdir. Bir Jungo prinsipi Jungo'ning endi buni Amerika Qo'shma Shtatlar e'tirof qilmaydigan bo'ldi. Antony Blinken davlat ishlar katibi mushuni so'zlagan kundan boshlab echib etildi. Chegara fasl echib etildi. Cheklangan rayon qoldi Amerikada. Tayvan to'g'risida ifoda bildirishga cheklangan rayon qolmadi degan gap. Davlat ishlar katibi Antony Blinken Jungo'ning bir Jungo prinsipini e'tirof qilmaymiz. Tayvan masalasi bugun dunyoviy masaladir, xalqaro masaladir. O Jungo'ning ichki ishi emas. Echib etildi vatandosh. Tayvan masalasi xalqaro masaladir. e'tirof qilmaydiganligini ko'rsatib bir ogohlantirish. Tayvan masalasi xalqaro masaladir. Har qaysi davlatlarning manfaatiga munosabatlik Amerikaning strategik mujmal pozitsiya qo'llanishi endi bu yerda oxirlashdi. Tayvanga mujmal ifoda bildirish, mujmal pozitsiya bilan dunyoga va Jungo hukumatiga javob qaytarish endi oxirlashdi. Tugadi. Tayvan masalasi tugadi. Ya'ni tavallik masalasida xalqaro jamiyatning Jungo bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bundan keyin ko'p so'zlar ochiq oshkor bo'ladi. Endi Tayvan to'g'ri so'zlaydigan so'zlarimiz ochiq oshkor, duduqlash yo'q, injiqlash yo'q, diplomatik chiroy xulqi mijozga qarash yo'q. Ochiqdan ochiq Tayvan shunday masalalar. Davlat ishlar katibi Antony Blinken o'xshashli G'arbga ittifoqdoshlar shundoq aytib berdiki, Amerika Jungo munosabatlari yomonlashishning tagligi yo'q. Yoki Amerika Jungo munosabati yomonlashib mayada to'xtaydi, yoki yomonlashib u yerga boradi deydigan bir taglik yo'q, yoki bir prinsip yo'q. Amerika Jungo munosabati yomonlashib ketsa ketaverdi. Tayvanda chatoq chiqsa, Amerikada chatoq chiqqan bo'ladi. Tayvan o'zining ishini qilyapti. Qilaveradi.
Agar Cungo Kompartiyasi Tayvan bo'g'izida urush qo'zg'aydi ekan, Amerika qo'l qo'yishtirib, qarab turmaydi. Hong Konglik obzorchi Yan Dungo mundaq hisobladi. Antony Blinken bir cümle söz bilen bütün dünyanı oyg'atdi. Tayvan Cungo'nun ichki ishi emas, Tayvan xalqaro jamiyatning ishi. Bir cümle söz bilen Devlet İşleri Katibi Antony Blinken bütün dünyanı oyg'atdi. Üçüncü signal. 2 ayının 28. günü Amerika Avam Palatası'da yeni kurulgan Cungo Kompartiyasi bilen Strategik Rekabetleşiş Komiteti çakırgan guahlık beriş yığınıdır. Bu qattiq signal bu yığın. Bunun tercümesi hemesini taylap da, tayyalap boğan edim ben arlıqtalıqqa vaqt ötep ketkenliginden koyup koydum. Ayrım bir gün ayrım toxtulumuz vatandaş bu qattiq. Bu Devlet Meclisi'nin bu kararı, bu komiteti acayip herkeşen komitettir. Biriş yığınıdır. Bu yığınga Cungo Kompartiyasının Amerika'ya salgan tehdidi de mavzu koyuldu.